Assalomu alaykum, hurmatli a'zolar va usta Tohir YouTube kanali a'zolari, nasib etsa oxirgi xonamizda fishka turkasini boshladik. 29-aprel 2025-yil. O'sha pishig'ishni xomush variant terilgan. Yangi uchastka polni patkulchi qilib beryapmiz. Pol qismi ko'mib istashga bo'ladi. Lilon to'shaladi. Va aboygacha qilamiz. Patolog dekor plas bo'ladi. Biz ishga turgan tugatgandan keyin patologiya qilinadi. Ikkita xona bo'ldi hozir. Va ishga turkalarimiz 400 kvadrat, stashkamiz 200 kvadrat. Patologiyamiz 100 kvadrat. O'sha patkulchi qilib beryapmiz. Hammasini jilkaga tashlangan mana jilkalarimiz. Devorda ishga qarab ko'cha tomon tekislangan, ichkari tomon notekisroq bo'lgan. Bir tomon tekislashgan ustalarimiz. Atviska tashlangan kak palojini mayakda chiqadi. Boshladik. Bu mehmonxonamiz. Narki mehmonxona ham bo'ldi, darvozaxona, ko'cha fasadli. O'zi pravliya chiqarib qo'yganmiz, chista va uriladi. Nasib etsa bu xona tugatib olgandan keyin. Kuzatib boringlar, barchasini jarayonlarni ko'rsatib boramiz. Akvalarimizni ham qurdirib oldik. Hammasini suv bilan yuvib, o'sha ishga turib ketyapmiz. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'ying. Instagramga ham Xunomat video sizlar chiqadi. Kuzatib boringlar, har kuni suv chiqarib boramiz video. Patologimiz dekor plas bo'ladi, materiallar kiygan. Ko'rsatamiz. Mana dekor plasimiz bu koridorimiz bo'ldi. Mana shunday variant tanlandi. Buni aboygacha qilib beramiz. Kichkina bir o'qirlik 330, 430. Bu ham skromli ochiq variant tanlandi. Chista va urilmagan hali. Chista bilan urib, addelka qilib beramiz malyarkalari. Eshik derazalar qurildi, atkoslari bu. Jarayonlar davom etadi, kuzatib boringlar sizlar. Sement juda ham zo'r qilib qo'shyapmiz. Monolit bo'lyapti bu. Sababi ikki arabaga bitta 50 kilolik sement qo'shib ishlatyapmiz. Juda ham zakolonni bo'lib, zabardast bo'ladi, ishonchli bo'ladi. Kuzatib boringlar, hammaga rahmat, sog' bo'linglar.